Bugungi Şinjan talant sahnamizdagi mukofot buyumlari intayin katta. Birinchilikka erishgan talant egisini Xotan shahar qadimiy Chinar Yezigilik fan texnik taraqqiyot cheklik shirkati 200 ming yuan qiymatidagi mukofot buyum bilan ta'minlaydi. İkinchilikka erishgan talant egisini Şinjan Sabila kasbiy taraqqiyot cheklik shirkati 100 ming yuan qiymatidagi mukofot buyum bilan ta'minlaydi. Uchinchilikka erishgan talant egisini Şinjan Abida Bio fan texnik cheklik shirkati 50 ming yuan qiymatidagi mukofot buyum bilan ta'minlaydi. Necha kirdi? Vay, qarang ha. Mana 4 yosh kirib turib qo'rqmay dog'i chiqmadi hozir. Taqosa aprel qilib men yaman deb to'lib. Ma'qul sizlarga ixtiyor bo'lsa. Çekil oturup yamanlıkın ha. Şok. Mahirimizningki qarang harakatdan chaqqonlikqa qarang. Shu deyman siz Buni ilishtirib qarang, shunchalik chaqqandan harakat qiling. Kendiniz destekleyin ama aldı kendiniz çok destek. Kichik omaq balan qarab men jiddiylashib bormay qanaqladi. Onun ustiga egizligim xeyli egiz bor shunaqa, egiz qo'y shunaqa. Ostida hech qanday bir qo'g'dinish, asoslari yo'q. Rahmet. Endi yanına kelimiz. İkinci marif testi oynab çıkın.
Endi ko'zini tanib aybash berib kelib turdi. Azı ko'zni etib olganki, buni qiyinlik darajasi tamom bir yaqinmi yuqorilab ketdi. Ciddileş gitti o. Çıray parlattım, kulağına ciddileş atılığını yetiştirmeli buludu. Davasçılığımızın tarixi nəhayət uzun. Əvlatma məşində davamlaşıb gəliyatdı. Assalamu alaykum. Şu ekran aldıki baharlıq qarindaşlar, o'qituvchi ustozlarga Abdulla Baqidin otliq salam, ali ehtirom. Hemen babqasam Şinjan Uyghur Abdunum rayon Qashqar viloyat Yangisar nahiyasin Davaz makandan Abdulla Baqir oğlum. Oğlum bo'ladi. Oğlumuzun ismi? Abdulla. Abdulla. Yaraysız yigit. Baturluq o'smirlikdan yetildi degan gap bor-ku. Bizga mana shunday azmat, mana shunday erkaklik kerak. Abdulla oğlum, necha yosh kirdingiz? 4ga. Voy canım bolam. Rahmat. Bunun ikinchi bolam, bu davozliqni qiling. Bu bek yaxshi kesib, lekin maktabda o'qishni unutib qolmang bo'lamdi. Cho'qim yaxshi o'rgansangiz, uningdan teqim mukammal odam bo'la olasiz. Men oldi bilan sizga bir bilet tashladim. Abdulla maqara bola, sen kelgusida Odil dadadek davoz bo'lay deb o'ylabsa, ras ashna bug'dek sen ismingmi Odil dadanga yaqin kelsin. 4 yosh kiribsa mana azimat bo'lsa, azimat bo'lsa mana. Barak olsun. Senden shunda ta'sirlandik. Bizning talant seni programmamizga sana o'xshash, mana shunday aloyidligi bor, sana o'xshash palvon yigitlar kerak. Men sana bir bilet tashladim. Barak olsun bola. Balneka oynaydigan vaqti bormi? Oynaydigan vaqtim bor, ishdan sirtqi vaqtda buning bu faoliyatimni qo'shib elib berib. Odatda Abdullahningki xizmat o'rnim bor ekanda. Yo'q.
Xizmat uyning ham danchimicha ushaq chekmish qila oladigan ishni bajarib ish qiladi. İşten sırtkı degendikin deyman hem de bire şirketning direktor olib qolsa xato deb qo'ymaydi deyman. On yetmedi. Sizdimi ta'sirlandim, baldimmi intayin ta'sirlandim. Bo'lsa, balninki narsir vaqtida o'yinni mu tangayib qolsaq. Demakchi o'g'lim, balning narsir vaqtida o'yin vaqtini bersak. Menmi sizga balangizga bir bilet taşıldım. Rahmat. Abdulla. Bu Abdullahning ismi menga intayin bakmi yaqinlik anglandi. Chunki mening dadamning ismiga o'xshashgan. Bu Abdulla bu ismiga loyiq, shunchalik palvon, shunchalik qaysar, shunchalik botir. Menga nimadan ta'sir qilgani bizningki mishda an'anaviy san'atlarimizni sizlar avloddan avlodga qoldirib, mishda shogird yetishtirib, mishda bolalarimizni tarbiyalab chiqqaninglarga sizlarga aprin o'qiyman. Buningdan keyin cho'qim Adil dadistek shunday yaramliq odam bo'lib chiqishiga ishonamiz. Men bir bilet taşıldım. Mübarek olsun. Ama şu sahnedeki barlık o'qituvchi ustozlar va ko'rmanlarning qo'llab-quvvatligini ko'pdan ko'p rahmat, oliy ikrom. Rahmat. Vay mübarek olsun. Hoş buldun mu? Rahmat. Yaxshi yaraysa kelib ketdim, men yaxshi numur tayyorlab keldim. Ma'qulmi? Ma'quldan rahmat aytay. Bular sizin oğlunuz mu? Vay mübarek olsun. Çıraylı küçük oğlunuz var ki. Mana köz tekmesin ha. Boş ellerim bunda koysa sahnaga chiqqanda jiddiylashmanglar. Bulamda talatimizni namoyon qilibsizmi? Bulamda.
baxtga ikki o'g'ilni kelib muzik chelasiga bir sahnaga chiqib bir oila kishilari o'z talatini namoyon qilish oson ish emas. Ben Nift şehri Karmay'dan geldim. Bu yıl 49 yaş girdim. Kıvatkan kesbim tabii orman yava buğdayım. Jungle'da duruyorum jungle'da. Ama o ikisimin oğullarım burada özünü tanıştırsın. Benim ismim Yaşar. Bu yıl 10 yaş girdim. Bu 4. yıllıkta okuyayım. 10-11 yaş girdin ha? Ya 10 yaş girdim. Noçanlar beringlar, noçan. Assalamualaikum. Benim ismim Alcanar. Mektepte okuyayım. Bu yıl 1. sınıfta. Vay, yaxshi. Ma'qul. Balam ismini anglayapman. Boshqadan degina balam ismini? Assalamualaikum. Voy. Ha, ismini boshqadan da. Benim ismim Alcanar. Abdijalal. Abdijalal mı? Yanar. Abdiyanar. Bak yaxshi o'rindadinglar, rahmat. Sen hemmisi usta ekansan. Yanar hemmide usta ekan. Mübarek olsun. Sizlar bugun sizlar dadang o'rgatdimi sizlarga? Kim o'rgatdi? Ha? Üzlemiganda. Vana. Ya dadang sana o'rgatmadimi? O'rgatmamda odatda. Jangal juice'u nimani bitdi? Sana kim o'rgatdi gitar chalishni, eg'iz garmon chalishni bala? Üzlemiganda. Vay, anda demagin bir o'rgatgandi o. Dadam o'rgatgan. Ha, bunu dema bo'ldi-ku. Pastga tushganda ikki qo'lig'imda og'rilib qolmagan deyman-da. Balning ikki shlapsini bozordan epagimi o'zinglar tiktirganmi? Pazardan algan. Ya bak qo'yganda qilib turamdi. Sizmi bir xil qilasiniz bo'pti ekansiz. Ballar bilan o'xshash. Tapamadım pazarda yo'q ekan o'sha. Ancha-munchalik ranglik bir seg'izvatchi shurosim chaplolmay. Şunların gruppası nayeti yaxşı, bek yaxşı. Ondan ki küçük yanar şundak İğiz garmon gitarını şundak çıradık çepmedi. Talantık ki? Ha, talantık ki. Şunlaşqa ben sizlerge bir bilet taşıldım. Rahmet. Memmo Divtay, mayliq atandan ayrılış artık harıken degan yer keldik okudık ko'mish naqshini. Atan to'g'riliq. Ben bayatın sizin çıray qarab bek xaro kütüp deb ko'rdim. Hele xaro olgandan-chu haddidan ziyoda. Tayoqning tigida turib xaro olgandekini ko'rdim men chu. Ma'yiliq naqshi degan narsa odamga ozroq bir yiqishliq. Bunda bir ancha-muncha chiroyli bo'lsa-mu, ozroq bir lekin cho'qim shu hissiyat chiqish kerak. Hissiyat bek ishib ketsin bo'lmaychi, oshq tuzini chiqsa desa tuzli qolib qoladi. So'ng ash hissiyatga sal diqqat qilsanglar. Lekin mashkelanda gap yo'q, bo'la bu ma'noda, ha? O'zing o'rgangan.
Şuna endi yana taqa qag'alli barkan, men asli buningda bir bilet tashlamoq chidim. Lekin men bu qitim tashlamay turay. Abiyam degan narsaga, Xalmuratning degan narsaga buningdan keyin diqqat qilsanglar, ikkinchi qatimda cho'qim birinchi bo'lib o'zim tashlayman. Rahmat. Yanar sen bugün dadang bilan akangni yuqori nomerga erishtirding sen. Sen bo'lmagan bo'lsang, akang bo'lmagan bo'lsa, dadangga qizilchiroq yig'ib ketadi degan. Muborak bo'lsin, men sizlarga bir bilet tashlayman. Rahmat. Bu ikki kichik mahirimizningki talanti haqiqatan bizni ta'sirlantirdi. Tövendeki tomoshabinlarninki alqış sadolari qulubni ko'tarib o'tgandek bo'lib ketdi. Biz shunchalik ta'sirlandik. Shuning uchun men bir bilet tashladim. Rahmat. Muborak olsun. İkinci son programımızı görüşürüz. Muborak bo'lsin. Yaxshi. Mana turib, canım. Xo'sh bo'ldingmi? Talatimizda bir güzel talatimizni namoyish qildik. Yaxshi, barakalloh. 5 tammi? Vau! Men bir dam ara kelmasam, 5 tam jalga. Yaxshi. Yigit, unda qolsa hargiz huduqmay, o'z talantimizni to'liq jari qilaylik. Qana, ulamda. To'p, Ahmet, sana yer bo'lsa, unda qolsa men seni kel saqlayman.
Осы қолының әрекеті мүшінчілік чаққан. Енді бір ойын ойнаймыз. Тамашбұлла. Hoş, Ösencan. Dapni bek yaxshi chapading. Rahmat. Bunisiga bu dapmicho dal qarmoqqa chilishbek osondek bo'lgan bilan na texnik talab qilgan, kuch talab qilgan muzikcho bu. Bunisiga o'zing yolg'iz turib 5 nima oldinroq chilayotding sen. Rahmat. Men Artuk Yaqamayevkam, talantingga men qoyil bo'ldim. Shunga sana bir bilet tashlayman. Maharetiniz hemimizni hayran kaldırdı. Özünüz yalğız, necce dapni. Bunda çağandı ben rast körüp bakmam dikenme. Şunun için ben sizge bir bilet taşladım. Ben bir bilet taşladım. Ben bu senet ömekli işlavaqanımı 20 yıldan açtı. Ben bir tal dap ya iki tal dap çağanı görgen bugün. Sen 5 dap çaldın, üzerine 2 tizin ola 7 oğlum 8 tizin çaldın. Rahmat. Dapның işçini çaldın dedi, onu bir hesap değil mi? Sen rast dapçı bizden hayran kaldırdın. Ben sana bir bilet taşıdım, marek olsun. Rahmat. Mübarek olsun. Yana bir qatam takımı yaxshi bo'lgan numaralar bilan ko'rsatib. Rahmat, vaqt qo'y. Bizim bu sahnimizga nima numara keldi? Şu atalik ustazdan doğru qilib keldim. Hoş mübarek toyu bugün 2 yaşının Su girişti mengü taş kanıp taşının Mehtumken pişanışı sep uçken Aşkı gitmek her kalem aşın Mehtumken pişanışı sep uçken Aşkı gitmek her kalem aşın Uygurumnun toylarına nime yesun Yakşilek bir cüp yaşka kucak atsın Yaşkay arzu arman gülümdesin Hoş bir kızdek diller össe kızı oğlum Yaşkay arzu arman gülümdesin Aman olsun toy oynayan yayırganla Dert nuruz abdiridek tarlıganla Karıyızdır bu alemde Aşkını birbirinden ayırganla Adılcan, hoş kelipse bizning talant sahtimizga. Sening do'raydiganlaring mushulanmi yana boshqa qancha alaydiklaring bormi? Badek, Azroq bor.
Ha, yanım var. Yana şu atağlı ustaz Halmurat akamdan avazımı doğru yapasam. Rahmet. Hecek yürüttüm şaş kaldım din. Hecek yürüttüm şaş kaldım din. Ben sadığa gidelim. Ben maşinden bırak maciladey. Oo kızık yap bu. Üç kat aç, bir bakış kotemedi bu aç kazandı. Bir tane tanak yok diyecek. Oo kaçalım kat, hay diyen bilen. Ap olmaydı da. Dayman da. Kandaşı bu bir kılın çıkıyor dayman da. Rahmet. Adilcan, bu senin işinge Mevlan kırıp aldı mı ya şillenge Halmurat'kan mönüp aldı mı? Halmurat, ben hoş oldum. Hem işin çıkıp kalsa hatırcam ketiversen, bana senin aldığını kıp yapılam. Sen avazdan çıkırıversek boğadık. Efkam, bayatım mı Mevlan akanını doğrap oynadan usulunu mu? Nakşamı şu pırakta Mevlan'ın naksa kıp durdu. Ekin Halmurat kanını mı? Rasketini kılsam, közemini cümsam Halmurat'ı kögendekli oldum çoğum ben. Ben sana bir bilet taşıdım. Evet. Adilcan, bek yaxşı doğurdun. Ben üzerime bek gittim. Nemi günah kıkan boğuyttum demem size. Doğrugandaki bir bilet taşımaya otursun oğlan. Şu nakşını mikrofon bilen itkan bolsang texim yaxşı boladi. Hazır mikrofonni nakşını loyun qilib kelsa. Bu senden numar tatadigan bir çataq yering bu şu. Ama beni doğrudan Mevlana yazdımı hareketlerden tatip ya. Nayte çıraylı nakşlardan tatip, ağalardan tatip. Hareketine bulup mu bek çıraylı kelip ödüm. Mübarek olsun, ben sana bir bilet taşıdım. Rahmet. Sizniki talantыңızda gap yo'q. Mavlanninki usul hareketi ham uniki sho'x jushqun holatimi nati yaxshi ifodalandi. Menimcha o'zingizga xos bir nomerni o'rinlab shuni pishiqlab mesela maydonda ko'z tutishingiz uchun men bir qizil nomer tashlayman. Bu sizniki kelar qatimga tirishishingizga bir turtki bo'lsa. Abay Mevlana Niyaz'ın ki nakşıga öz aynı doğurdunuz. Hatta inçiki, şunçilik küçük yerlerden tatip doğurdunuz. Meyli aldığa, keynige, bazen turib aldıgan, yoki çaqqan iştik bir hareketni qıpıp şaplam turib aldığa açtaq yerlerini mi şunçilik yaxşı egallabsiz. Endi Mevlana Niyaz'ın mesela ben qarab tutdumcha qachon iliq bir mollaqlari vatdi, iliq bir mahoratlari vatdi. Ashuni qachon qila deb saqlab tursam, shu chiqmay qoldi. Shuningga men kechirsiz sizga bilet tashlamadim. Oldu yaxshi ko'rishman, rahmat. Biz barliq ellerimizga, qarindoshlarımızga yana zo'r natija, futuh, g'alaba bilan tilaymiz. Bizga nima numar olib keldingiz? Men Xanziz Naqsi. Daqo'za sizniki bizning talon sahnimizda o'zingizning talantni to'liq namoyon qilishingiz uchun dilimizda tilakdoshmiz. Omad qutlug' sizga yer bo'lsin.
Assalamu alaykum. Bağlıqçı sazlar, hürmetli görünmələr. Mən Gulcudan kelgan, ismim Zamira To'xtam, yesli o'qituvchisi. Ovozunuz nati yo'riqga, hali yaxshi aytildi. Oxirida ziroq qiyib ketdimi? Men shunaqa his qildim. Kendiki böyle güzel avaz üslubu deyimiz bu meşin canfa deyimiz bu. Yevropa ahı. Aç kendiki avaz çıkarışınızda xeyli yana meşk qilmışsınız. Bo'lmaydigandek his qildim men. Çoxum bizniki talant sahnasining naqshlari cho, talantingizni joriy qildiraligidek. Masalan, bu naqshlarning ichida nurg'unligi, ajoyib bir ovozni chiqaradigan bir yerlaringiz bor-ku aslida shunda. Shunchalik bir narsa kerakdi bizga. Shuni qarasam u yo'q, ondan tekstingizni aniq men tutolmadim. Shunga men sizga kechiring qizcharoq berdim. Bundan keyingi sizniki, yana tirishingiz uchun bir bilet tashlayman. Rahmat. Naqshini chiroyli aytdingiz, ovozingizmi yo'riq, pokiskan, lekin mashq yaxshi bo'lmadimi? Ovozning o'rni tagsi chiqmadi. Sal egiz pastlik, o'rinni birdan o'rindan chiqib, yana qaytib kelib, yana chiqib, yana qaytib kelib degandek, o'zingiz ovozni yaxshi kontrol qilolmadingiz. Shuning uchun kechirasiz, men bu bilet tashlayolmadim. Zamira To'xtam, talant sahnamizga Yevropa uslubidagi go'zal ovoz turini yeb kelib ekansiz. Bu tur jiq emas. Bizning talant sahnamizga qatnashganlar ichida bugun tunji uchirtishim yaxshi qildingiz, bas ovozingiz ozroq qiyib ketib qoldi. Sizga bir fursat berishni xohlab qoldim. Sizga bilet tashladim. Rahmat. Özünüzü qo'yib o'tib, yuqori saviyadagi barliq mahoratlarimizni sahnamizda to'liq namoyon qilishingizni chin dilimdan tilakdoshmiz. Peleğini büyülep etildirendeki. Adetki adamda asalık cep kırgılı bulduğun işi emel. Özünün talantını yaxşı jariy qildira olayman deb o'ylaydigan tomoshabinlarimizni ham bizning baholovchi ustozlarimizni qoyil qilib, ongdan qoldira oladigan mana mushunda bahirlarimiz muhtoj. Beş olmaganda bir 10 metr atrofida bo'lishi mumkin bu kamera.
öpkü degan, mana nafas degan. Bizning talant sahnamizga kelgan har bir mahirlarimiz biz o'ylab bakmagan, aqlimiz yetmaydigan har xil mahoratlarni tomoshabinlarga ko'rsatish uchun kelyotdi. Oxirida mushu mahirlarimizga utuq va madad tilaymiz. İçimizde 5 adamın öyküsü var mı nime ha? Yelin kanmadı. Bu mahirimiz deymizmi? 4 nafar bahalı ustazlarning qaylığı erişidi. Çoxum işinime? Assalomu alaykum. Ekran oldida ko'rinmanlar. Elimin kakıda küçü bak ya. Ben bütün küçük kama yelinin hemiz çiketke okşaydı boylar kaptım. Kamina ot diyardın. Hamid o'shirdi sizlarga o'ttiq salom. Rahmat. Telefon numarını depagan bo'lsam, o'tgan to'liq mashlamni yel chiqdi cho'sinizda. Ben sana artık ipim yo'q-ku. Ben sana bir bilet taşıdım. Hamid bek talant qilib ekansan. Rasman haqli hayron qildi. O'pkining bundoq kuchli ekanligini men tunji qatim ko'rdim. Rost. Muborak bo'lsin, men sana bir bilet taşıdım. Rahmat. Siz nerede mashq qilib, qayerda o'rganyaptıngiz buni? Ben Xanan o'lkasining Feylon Zajitvanda Pucharajarga so'rgimiga. Xanan o'lkasining shu Loyan shahrining Bofon degan noyasida shaxsiy bir sergömek numarini ko'rib, shundoq bir qisqasi men bek qiziqib degandek bu joyga qatnashib 97 dan ta hozir qadar 17 yil men bu kasbni shunchalik qildim, yerib bo'ladi deb to'xtab qolganman. 2003-yili bizim şu tahrirlik, bizim şu Şinjan sergömügelik sabık Tönjan Mecitgam rahmetlik ikki qiz gap qilgan balam o'g'il bola bir ishni qiladigan cho'qim oyga chiqish kerak. Sen birga ko'chatni tikadigan sen cho'qim ashna mevasini yemsan bo'lmaydi. Sen cho'qim buni mevasini yeysan taraqqiy qil, tirishqin degan. Men shuncha tirishib baqdim. Hech buni mevasini yeydigandek his qilmadim. Yaqa yoz desa, qish deb bo'lmaysa. O'zim bundan birinchi ichki ro'kilda
Biz oyun qo'yayotgan vakalatchi orqali. Lekin men o'sha oil sababidan yenib keliblar. Hozir Qashqar turish o'rnim Qashqarda bir ma'lum bir klubda riyosatchilik, qiziqchilikni qilib, shu klubda ishlayapman. Kasbim ham uzun bo'lib ketdi. Turmush uchun rahmat. Alloh bergan rahmat. Ben bir numara taşıdım. Rahmat sizga, rahmat. Teşekkür. Ben sizden so'rab baksam, mesela mushu kasbniki xattiri bormi? Shuna bor. Men o'sha o'rgangan vaqtimda oldidan sharf idashni sukunatga qarab turib firlashni o'rgatganda. Bu cho'qim bir necha yil chiniqqanda, bizda xavf xatarga tavakkul qilganda bunday mahoratlar sahnaga kelib chiqadi. Lekin sahnaga chiqmay turib bir mashq qilish kerak, buni vaqt ketadi. Rahmat, men bir bilet tashladim. Rahmat. Rahmat sizga, rahmat. Men bir qiz gap qilsam ruxsatmidi? Gap qilayotsam qofkam, qila. Meni baqqan onamga deydigan bir qizga gapim. Enim bilan ishimizni mushira qatab qo'shgan. Yomon yo'lga meni silishdan saqlab, hozir qadar shunday bir jur'atlik, bir mahoratlik bir yigit tarbiyalagan shu onamga rahmat aytaman. Rahmat. Bu qarindishimiz bilan rahmat aylaymiz. Mana haqiqiy talant ikisi degan mana shu. Buni ko'z yumish qolmaydi. Talant sahnesida o'z talantingni to'liq namoyon qilishingga chin dilimizdan tilakdoshmiz. O'zingga ishon, barliq kuchingni sahnada chiqarib, bizni bog'liq o'tirishimizda qayil qil. Bo'lamda? Ha? The way she came into the place, I knew right then and there. There was something different about this girl. The way she moved, her hair, her face, her lines, divinity in motion. The girl was dangerous. Hazır ciddi sotamsız. Yok ciddileşmediğim dolamı beşencim var. You can hit back smooth.
Jabberwocky's emergency broadcast system. Assalamu alaikum. Aziz Qashqar diyaridan kelgan Shiralidan sizlarga o'ttiq salom. Men bu yil 15 yosh, qiziqishim ko'chsul o'ynayman, ham rasm chizaman, ham naqsh ayta olaman. Maktabda o'qigansan? Mo'yimjimi? Qancha sinfda o'qiysiz? Bu yil to'liqsiz 3-yillikda. Shunday yaxshi o'ynadingiz. Ko'ch usulni mana Amerikaga borganda o'zi aynan seni ko'rgan, shu xudo Amerikada ko'rganga o'xshash shu bitimlam o'z aynini yaxshi egallabsiz, har bir inchiklardan tortib. Putingizning harakatimi shunchalik siliq sipoya, mang'iningizni xudoylikqa konkret elayotgandek faqat bilgi bo'lmadi. Shuning uchun men bir bilet tashladim. Rahmat sizga. Qaysa? Sizga men bir bilet tashlayaptimmi? Rahmat. Muzikniki ritmiga o'zingning harakatini tushirishing bak yaxshi. Rahmat. Shu mo'rlaringdan tortib, putingning uchigacha hammasi muzikadan kichkina chiqib ketmadi. Bu tarafdami haqiqiy qilib o'rgangan rasm chizmadidan rasmni tashlayapman. Rasm bilan usulning hammasi bir tuqqan, hammasi go'zallikni xohlaydigan bir san'at. Shunlashqa rasm orqali o'zingniki shu usulingni harakatini texnik go'zallashtirsang, texnik yaxshi bo'ladi. Shunlashqa men senga bir bilet tashladim. Rahmat. Qanday qilsam bo'lam. Yanchig'imda biletdan ozroq qolgan. Sen abiyam Abdukerim degandek o'qishni bek muhim o'rin qo'y. Sening toza muhim o'qiyotgan vaqtlaringdagi o'qish qiziqligingga ta'sir etmasin. İşten sirtqa, o'qishdan sirtqa vaqtlaringda o'ynasang bo'ldi. Ko'ch usul o'ynayman deb ko'chiq ichib ketmay. Darslarni yaxshi o'qib, anadakin ishni oldidaroq o'ynasangmi? Ma'qul. Men de sana bir bilet taşıdım. Rahmat. Ay mübarek olsun. Hoş buldun mu? Hoş buldum. Yine mutlaka kelakatımız ötkeldi tekama. Yaxşı bo'lgan talantini to'liq namoyon qilishini chinlikni tilakdoshmiz. Rahmat. Yer bo'lsin. Rahmat. Muborak bo'lsin. Muborak bo'lsin Shirali. Altın Güven Şinjan talant sahnemizdeki mukofot buyumları intayin katta. Birincilikka erişken talant egisini Xotan shahar Qadimiy Chinar Gezigilik fan texnik taraqqiyotchilik şirkati 200 ming yuan qiymatidagi mukofot buyum bilan ta'minlaydi. İkinchilikka erishgan talant egisini Şinjan Tabiiy kasbiy taraqqiyotchilik shirkati 100 ming yuan qiymatidagi mukofot buyum bilan ta'minlaydi. Uchinchilikka erishgan talant egisini Şinjan Abida Biofan texnik shirkati 50 ming yuan qiymatidagi mukofot buyum bilan ta'minlaydi. Çoban bizim talant sahnemizde çoban bulan Çapqan jabdunay mana qattar chayga otlinay donliq attirni chechib ko'chilani bir olay donliq attirni chechib mana ko'chilani bir olay oltin zibbu zinnatni ko'rib qo'ysin Maynurxon uchamdiki ko'ylakni mana ko'rib qo'ysin Aynurxon mavi moda ko'ylakni mana ko'rib qo'ysin Maynurxon ama. Amma da Ürümçide talant sensiga ortib solamiz degankan, bir baqina deb kaqaldiqqa. Ha? Voy xo'jam, nindaqina, ismlar nima, dillima? Osh, deganingizni ninda aytgan debdim taha. Ismimcha Cho'lpon. Ha, osmondagi cho'lponni ko'rganman. O'shunda bir cho'qnab ketsin deb, anam og'zilab, amallab cho'lpon qo'yib ekan toza. Ha, manda Ay Abdukamka, amma qiz nima ish qildi demmitda? Qachon debdi? Boshlang'ich maktabda naqsh o'qitibman. Manda muzik xonimi. Urug' tuqqan qarindoshlar naqshni adasiz yaxshi o'qiysiz deydi ya. Bir naqsh o'qiray mahma.
degenimde depemeptim ekememla. Ben Komul'da geldim. İsmim Çolpan. Altın boylarla aman bolsun, rengi roylarla mengü saman bulmuşsun cumu. Rahmet. Çolpan göl. Çolpan talant sahnesi çolpan bulamdı değil mi? Rahmet. Desatda Fiyanın şevsini doğrap berdiniz. Turpan, varsam Kaşka. Adan aş. Xas xotan ekan doğrunuz bakama kendi. Aynen. Bas sizniki şu ma o yürekligingizga men qoyilib ketib borma. Nemish qolsa bizniki shu qizlarning ichida, ayollarning ichida mana shunday bir yuraklik bizga shunday bir komediya shaklidagilar kamchu. Oningdan sirt qarsam ovozingizmi shuncha chiroyli, ham noat yo'roq, naqshim firaqliq obdan aytdingiz. Men sizga bir bilet tashladim. Rahmet. Pek maqsadınız. O'zingizning kasbi Başlangıç mektebinin müzik okutucusu. Hayrugül adamga pek ixlos qilamanchu. Talant sensda işte bir o'zimning mishtaq tarafdagi talantimni joriy qildira olay ekanman deb mishtaqni tanladim. To'g'ri tanlabsiz. Mishtaq bir sanini bagininglarga pek ko'p rahmat. ovozingiz bekmi yo'riq ekan. Shunchalik chiroyli, ham shunda siliq, ham qancha egizga chiqqan siri shunchalik adamga yiqimliq anglandi ekan. Anandikin Abay Abdukaram efendim degandek sizningki hissiyotlaringiz nihoyatda shu yurakligingizgami men bak qoyil bo'ldim. Bizning talant sahnasiga sizdek talantlilar kerak. Men sizga bir belat tashladim. Muborak bo'lsin. Andın o desapsizlik şunda çıralık ekeldiniz o. Çolpan mana. Qilgancha mavo zo'lab ilqi. Ha, ay kulkini sal siliqlashtiring. Ma'qul, ma'qul. Sahnada o'zingizni erkin qo'yib tanlayotgansiz. Bu sizniki ortiqchiligingiz. Undan keyin hissiyotingiz shundoq yaxshi. Naqshi bilan hissiyotni bir yerlik puroqni shundoq chiroyli qildingiz. Bu meni qoyil qildi ham ta'sirlantirdi. Men sizga bir bilet tashladim. Çolpan ma'lum yaxshi naqsh etdingiz. Biz Abdukarim bilan biz bir kasbda biz har qachon sahnada ta'kidlayotgan bir tema bor, u bo'lsa ota-onalarning mushu kiyim ko'z qilish ham choy o'ynaydigan mana shunday bir kasalni biz davolaymiz deb tirishimiz. Tanqidiy temada etudlar o'ynaymiz. Bugun sizning naqshingizning oldi qismida siz mush temani achiqdingiz. Sizda buni suyundik, buni yaxshi o'ralashtiribsiz buni. Rahmat sizga. Mushu shivlarni yaxshi do'rabsiz. Ovozingiz yaxshi ekan. Sizga men bir bilet tashladim. Muborak bo'lsin. Sizniki talant sahnamizda o'z talantlarni to'liq joriy qildirgan chin dilimli tilakdoshman.
Mahmutcan. Mahmut demen Ha. Shunchalik yaxshi chaldingiz. Evcide bir yerde ketdingizmi? Ya men ketib qoldimmi quloqdan? Azroq jiddiyleşib qolgan yerlerim bor. Hasa bir yerler bor, ha? Azroq jiddiyleşib qoldim. Men bayağıda o'zimning gumonim bor-ku, sizni ketib qoldimmi, men quloqdan ketib qoldimmi deb. Shuni qaragan to'g'ri taraz qilibdimi? Muzikani nat yaxshi chaldingiz. Arzuyimiz yetdik biz, tam qo'shna yaqin bo'g'ach, tam qo'shna yaqin bo'g'ach. Degan bir yerlardagi bir froqni toz topolmay qoldim. Lekin yaxshi o'rildingiz. Shunda bo'lsa-mu, men sizga bir tal bilet tashlayman. Rahmat. Hamda ma'lum bir cho'ng muzika ham shunchalik yuqori texnik talab qiladigan duoyiga yetkazib bir chilib chiqmoqmi osonga to'xtamaydi. Mashqni to'xtatmay apmangsangiz, cho'qim muzikani boshdan oyoq bir butun hamma ohanglarni to'liq chala olaysiz deb o'ylayman. Rahmat. Shuningga sizga bir billat tashlayman. Rahmat. Rahmat. Abdukerim efendim, Dilnar Hanım, siz shunday yaxshi baho berdi. Kasbiy jihatdan men sizga boshqa bir narsa deb bermayman. Ish qilib menga shunday chiroyli anglandi. Shunga men sizga bir bilet tashlayman. Rahmat. Layligul degan bu muzika, klassik muzika, Qashqarning ohangi bu. Bek chiroyli ohang bu. Rijagini bek yaxshi chaldi ekansiz, rost ta'sirlandim. Lekin Rijak chaqa vaqtidagi qiyofating, chiroying-chi. Boshning midrasli hissiyat bo'lmaydi, chiroyli hissiyat bo'lmaydi. Biroz ichingga bir qiziq Rijakchi kirib olgandek, teshing o'xshamay qoldi sen o'zingga. Bek yaxshi o'rindiding. Menmi sana bir bilet tashladim. Rahmat. Yaxshi o'rindab berdim. Rahmat. Bu etrafım özenge şişer lazımlık talantım kır askımı yarattım zihirlendi bu etrafım özenge şişer münkhil içler kuşlar her xil sevişer siz mi çokum beni